Minecraft. Lekin bugungi videoda ukam bilan birgalikda bed va chunk o'ynaymiz. Har birimiz uchun alohida chunklar, Pixjonga loyli chunk, menga esa diamondli chunk bo'ladi. Har birimizning zonamizning tepasida esa 3 tadan blok bor. Qaysi birimiz mana shu 3 ta blokni birinchi sindirsak, videomizda o'sha g'olib bo'ladi. Do'stlar, meni kanalimda juda ko'pchilik obuna bo'lmasdan kuzatar ekan. Kelinglar bu xatoni hozirgina to'g'rilaymiz. Ya'ni sizlardan iltimos, ko'p vaqtinglar ketmaydi. 10 sekund vaqtinglarni ajratib, hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Sababi bu menga juda katta motivatsiya beradi. Har videomda 1000 tadan ko'p obunachi qo'shiladigan bo'lsa, keyingi videolarni juda tez chiqarishga va'da beraman. Yo, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan Zaik Boy. Sizlarni yana yangi videoda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Obunachilar, yangi videoga xush kelibsizlar. Albatta videomizni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Bizlar bilan birga bugun Pixjon salomlashib qo'y. Ey, chiqinglar, katagingdan chiq. Hammaga assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan Pixjon va Zaik Boy Niger. Da, do'stlar. Niger. Bu o'yin qoidalarini tushuntirib o'tdik. Pix bilan boshlaymiz. Bugun Pixni maksimalni biz azoblashimiz kerak. Sababi Pix chipuxa bola. O'zlaring ham bilsalaring kerak. To'g'rimi Pix? Aha, yana nima deb o'ylayapsizlar? Obunachilar, sizlardan bitta iltimos, bu meni asosiy kanalim. Shuncha kanalimizga obuna bo'linglar. Agar biza mana shu videodan keyin 10 ka bo'ladigan bo'lsak, Pix nima qilamiz? Nima qilamiz? Ishtoning, Aytmadingizku hali menga. ishtoningni yechib taylaysanmi? Jonli, $100 berasiz. jonli efirda. $100 berasiz. Pix obunachilarga birorta motivatsiya ber, obunachilar. Mana do'stlar, Pix sizlarga motivatsiya beradi hayotda zo'r inson bo'lishlaring uchun. Если что, mana buni qo'limizga olamiz, sababi Pix Hech qachon Zaik menga gapga quloq solmaydi. Ey, inventariyni yoqib qo'y, sababi bu kartaga juda zarur. Mayli. Jo'gi. Bora naqa? Valla bu ko'ryapsanmi, kalamishni buni maqsadi yutishda hozir. Xo'p, do'stlar, davom etamiz. Ha. Kalamush, chiq, chiq. Yo'q. Bo'ldi, bittasini sindirding, qayt zonangga. Jo'gibek. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, Pixjon uji Mana bittasini Zaik sindirdi. Boyni mana o'sha narsasi. Bo'ldi, o'sha yerga turib turadi. Xo'p, do'stlar, ajoyib. Pix bilan mining qilishni boshladi ham. Do'stlar, biz ham normal mining qilib olishimiz kerak o'zimizga. Xo'p, biroz muddat. Ajoyib, uji Pixda bittasi bor. Karl. Pixga respekt ama do'stlar. Pix bunaqa Pix darajaga chiqadi deb o'ylamagandim. No, mayli beradi. Prosta Pixga hozircha shans beryapman do'stlar. Ko'rishlaring mumkin. Pix yaxshi bolada, yaxshi bolalarni xafa qilgim kelmaydi-ku. Ustroq Zaik Boyga arpa bahona degan gap shida obunachilar. Yo, sizlar videoni oxirigacha ko'rsalaring, o'sha bilib olasizlar. Pix gapi rostmi, yolg'onmi? Hammasini bilib olsalaring biladi. Pix borki, hayot umringda to'g'ri gapirmagansan, undan keyin ham to'g'ri gapirmaysan, ishon. Jo'gi ekan-ku bu do'stlar, vahim qilib keladi, ularga pozor bo'lgani qolyapti faqat. Uka, hazillashma bilan, hazillashma.
Chill. Almazda kiyim kiyib olib bola. Ya. Ey! Iya, qo'ng'ir qotishin. Do'stlar, menda bir ideya bor Pixjonni o'ldirish uchun. Bir dona boshqa hech qanaqa ideyam yo'q. Pixni o'ldirishga yagona yo'li bor hozir. Sizlarga o'sha narsani ko'rsataman hozir. Xo'p, qaranglar, nima qilaman men? Ishlamadi. U krisalik-ku. Bo'ldi, shunaqami? Tamam. Bittasini sindirib, bazitga qayting. Ketdik. Ma'qul, ma'qul. Zonangga qayt, zonangga qayt, zonangga qayt. Zonangga qayt. Zonangga qayt. Avval zonamga qaytishim kerak, o'tmadigan gap. Sen zonangga qaytganing? Yo'q. Yo'q, mana. Zonangga qaytmasdan amal emas. Sen Men zonamga qaytdim men. Internet ishlamayapti mana. Zonamga qaytib keyin o'ldirdim. Sen pazar berding, bittaga bitta qoldi. Ana obunachi ko'rasizmi, menda chidamaydi. Xo'p, do'stlar, mana sizlar ko'rib turibsizlar, faqat halol yozinglar kommentariyaga. Misol men harom o'ynadi Zaykboy. Davom etamiz. Xo'p, do'stlar, hozircha bittani sindirmaymiz, chunki Pix turibdi, krisalik qilish kerak. Bo'ldi, ket. Tamam, pasinkiga. A few moments later. Obunachilar, biz davom etamiz. Mana bu narsadan sindirib tashlashimiz kerak. Pix joyga kelib yana sakrab chiqib ketishi mumkin. Sabab bu endi biz yutishimiz kerak. U mining qilyapti-da. Bizga saplinglar bor. Bir dona saplingimiz bor. Ikkita bo'lmadimi? Ikkita emas ekan. Va tomorqamizga ekin ekishimiz kerak. Bizga ovqat ham kerak hali. Pix kelajakda makillatmoqchiman. Ajoyib. Menga qara Pix. Yo, chil tushib ketdim. Kalamış. Belli do'stlar, uje men tushundim Pix taktikasini. Bu ichkariga yorib kirib, keyin makillatmoqchi. Mana shu yerdan kirasan faqat. O'zicha bu meni aldamoqchi-da, obunachilar. Ya biz aldanadigan. Kalamış. Qalqonni orqasiga yashin olib. Ketdi. Chil. Hey. Qilib qoldim. Makillat olib. Ekinimni obunachilar, Pixjon ham sindira olmadi, bittani hozirchalik mana mali sindirganim yo'q. Xo'p, biz nima qilamiz? Endi mana bu narsalarni mana yerga yashirib qo'yamiz. Qani, u krisa kelmayapti. Krisa desak bo'ladi, u kelmayapti. Xo'p. Do'stlar, xullas ekinni ekamiz. Pix bilan boya jangda payxon bo'ldi bu. Yaxshi emas, o'zlaring ham bilasizlar. Borana hay. Yo, chill. Короче, bolalar. Ketmon bilan urib saqla. Ketmon bilan urib saqladim bolani.
Ketmon bilan urib saqladim yana. Tushib ketgan, tushib ketdimi? Valla ketmon bilan uramiz buni. Ketmon bilan ur. Ketmon bilan urdim, bo'ldi. Sekin bosim. Xo'p, do'stlar, mayli, hammasiga tupuramiz, o'z ishimizni qilamiz. Hozirchalik biz rivojlanishimiz kerak. Pixam tosh olyapti o'ziga. Pixam nimadir bizneslar qilmoqchi. Do'stlar, bizani uji ikkovimizda ham bittadan rangli blokimiz qolgan. Xullas, daraxtni sal ko'paytirish kerak. Bundan yog'och olamiz. Bizga foyda tegadi. Pix nima qilyapti? Pix ham tosh mayin qilyapti. Pix obunachilarga yaqinlashsiz. Pix obunachilarga nimadir deb motivatsiya ber. Misol Minecraft nima uchun o'ynashlari uchun motivatsiya. O'ynashlari uchunmi? Bilmayman. Suka bu bunga biror narsa demaysan? Yo'q. Do'stlar, mana chotki bizada uji ikki tarafda nima qildik, lekin yomon taraflardan bittasi Pix push qilyapti bizga. Pixni o'ldiramiz, keyin ishimizni davom ettirsak bo'ladi do'stlar. Xo'p, ajoyib Pixni o'ldirdik. Ishimizni davom ettiramiz. Ovqat o'g'irlayapsiz. Ovqat. Yaxshi. Yaxshi tomorqamni cho'riligini qilib berdi bu bola. Ya. Men seni mardlarcha Pix ana qildi, fido qildi men uchun. Pix kalamush, qanisan? Foydasi yo'q Pix. Nasıl ko'rdilaringmi? IQ. Yu. Pix yomon. Canını öldürüş gibi. Yo, düşürüyor adamı. Destekli değil abi. Mesela Pixam yaman. Mesela tekrar çıkarayım şu sakra Pix turu bir Nogronio Maivin çıkarayım obunachilar nima deysiz? Pix Maivin çıkarayım şu sakra. Evet, tushirishamiz. Pazar ekansiz-da. Chiqyapsiz-da. Tepadan qurish yo'q-ku adashmasam. Yo bro. Tepadan qurish yo'q-ku. Ha, sindirganim yo'q-ku. Yo'q, tepadan qurish umuman yo'q-ku. Chill. Keldi lan o joyga. Ochviqiniga sol raqibni baqish. Bo'ldi. Xo'p do'stlar, bizga sapling bormi yo'q? Saplingimiz yo'q ekan. Nima qilsak?
Pix Krisa keldi. Özümni öldüremem. Yuh. Pix qara kirisan. A few moments later. İyi Pix, iyi. Yo chill. Ye. Pix sındırma. Gücü. Goodbye, bratishka. Do'stlar Pix sindirdi. Noob bo'lishiga qaramasdan Pix chaqqonlik qildi. Xayrlashib qo'y obunachilar bilan. Hammaga xayr do'stlar, sizlar bilan Zaykboy bo'ldi. Keyingi videomizgacha ko'rishguncha sog' omon bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lish esingizdan Hammaga chiqmasin xayr bo'lmadi. obunachilar, Jon.